Assalomu alaykum. Oldingi saatlik darsida biz bu Tor app'ninki bu kategoriyalarning ichidagi temalarning ichidagi baholarni va rasmlarni ko'rsatadigan ishlarning hammani amalga oshirib bo'ldik. Endi bu app'ni ba'zi uşaq masalalari bor. Masalan, biz bu tizimlikli chiqib turgan ahvol aslida ekranni aylantirsak, telefonimizni aylantirsak, bu chekinib ketadigan ahvol yuz beradi. Hem chekinib ketish nima yuz beradi desak, bu Android'da ekranni aylantirgan vaqtda aktivitetlar qaytadan quriladi. Qaytadan qurilganlik uchun bu on create view degandek fragmentning ichidagi bu hodisalar yana qayta ijro bo'ladi. Qayta ijro bo'lgandan keyin biz get request degan narsani buning ichiga joylashtirganligimiz uchun bu yana qayta ijro bo'ladi. Shunday takrorliklar natijasida bu ba'zi o'ylamagan, kutmagan xatoliklar kelib chiqadi. Shu anda bu xatoliklarning oldini olish uchun biz darsimizda tanishtirgan view model degan narsani ishlatish orqali bu xatolikni tuzaymiz. Biz radlik bo'lish uchun oldi bilan package deganni tanlab bizningki qo'l mundarijimizga view model deb bir package yoki mundarij qurib olaylik. Endi mundarijning ichiga yangidan Tor view model deb view modelni birini quraylik. View modelni qurgandan keyin bu view modelni nima ish qilamiz desak, biz Tordan kategoriya tizimliki yoki temelni oladigan ishlarni o'sha yerda qilamiz. Shunga oldi bilan home fragmentni ichib, home fragmentning ichidagi get request bizning kategoriyalarning tizimlikni oladigan bu funksiyamizni Tor view modelning ichiga ekilib olaylik. Ekilib olgandan keyin endi view modelning ichida biz activity andin binding degandek narsalarni ziyorat qilolmaymiz. Shu ularga qimmat beradigan ishni biz bu yerda qilmaymiz. Endi u bizningki view pager yoki list view degandek narsalarga qimmat beradigan ishni qanday amalga oshiramiz desa, bu yerda view modelning ichida biz view modelning tipi view model klassga varislik qilish kerak bu view model degan. Shunga bolat yozamiz. Bolat yozgandan keyin buning ichiga biz bir o'zgarguvchi yozib olaylik. O'zgarguvchimiz kategoriyalar yoki inglizcha categories bo'lsin. Buning o'zi mutable live data. Biz buni darsxonada tanishtirgan. Endi buning ichidagi sonliq ma'lumotlar kategoriyaninki tizimlik bo'ladi. Buni biz izolab bo'lgandan keyin bu yerda Tordan kategoriyaning tizimligini ep bo'lgandan keyin shu tizimlikning o'zini shu ustida izolagan live data tipliq bu o'zgarguvchiga post value deb berib bersak bo'ldi. Endi buni berib bo'lgandan keyin biz activityning ichida Tor view model deb view modeldan birini izolab olaylik. Endi biz on create deganning ishiga biz buni qurish uchun Tor view model deganning o'zi tam bizningki view model provider deb bir narsani paylanib qurishimizga to'g'ri keldi. Provider buning ichiga oldi bilan view modelni quradigan
narsa o'sha activity'ning o'zi. Şoňa istegenini berdik. Ondan get degandan keyin biz buning tipini yazsak boldy. Tipi şu Tor view modelde biz kurgan şu klassning özüni yazsak boldy. Bu aletde Tor view modelini kurup boldyk. Bunu kurup bolgandan keyin ondan biz Tor view model get request desek bu kategoriyalarni aldygan şu iltimasımızı icra qilib turdi. Bunu icra qilib bolgandan keyin endi home fragmentning ichidagi view pager'ga qimmat berdigan. Ondan üstündeki tepkiliga tekstni berdigan işini get request. Yani bu get request'ning ichida qilmaymiz. Nima ichida qilmaymiz desanglar, activity'ning ichida biz qurib olgan Tor view model deganni ziyorat qilish uchun bu şekilde ziyorat qilsak bo'ldi. Tor view modelninki kategoriyalar degan qimmatini biz kuzatsak observe degandan keyin buningga require activity deb yozib bu şekilde yazsak şu bizning Tor view modelining ichidagi kategoriya deganga qimmat berilgan chog'da qachon qimmat berilsa bu mana ichidagi kodimiz ijro bo'ladi. Demak, bu qimmatda o'zgarish bo'lgandan keyin bu yerda kategoriya qatori qaytadi ekan. Unda bo'lgandan keyin biz qo'yatınki qimmat beradigan view pager'ga adapterga qimmat beradigan, andan keyin ustidagi tab layout yoki bizning tabkilarimizga tekstni beradigan yerga get array deganning o'rniga it degan o'shada qaytgan qimmatning o'zini almashtirib etsak, bu chaqda hamda kategoriyalarning qimmatini biz view model orqali ala olamiz. Birinchiroq qarab boqaylik. Endi qarasanglar, burunqidek bu appning kategoriyalari shopet chiqadigan bo'ldi. Ammo biz view modeldan foydalanib faqat shu ustidagi kategoriyalarni aldig'ashni qildik. Temelni aldig'ashni tek qilmadik. Shunga ekran piqraydigan ishni qilsak, yana chekinib ketadigan ishda tuzilmagan bo'ladi. Shuni uni tuzish uchun biz bu kategoriyalarning ichidagi kategoriya fragmentning ichidagi get requestni nimaga kiritishimiz to'g'ri keldi shu view modelning ichiga. Endi view modelning ichiga buni kesibla kirdim. Men get request deganni get categories deb o'zgartay. Ya'ni kategoriyalarni al deb. Bu şekilde o'zgartib o'tgandan keyin endi main activity'ning ichida bu funksiyaning o'zini get categories deb kategoriyalarni al deb o'zgartib olsak bo'ldi. Buni o'zgartib olgandan keyin endi men ikkinchi qatim ko'chirgan funksiyamni bu yerga choplab buning ismini get post deb o'zgartay. Yoki yozmilni al deb. Bu şekilde o'zgartgandan keyin endi bu yerda qarasanglar, qaysi kategoriyadan oldiganni mekitish to'g'ri keladi. Shunga kategoriya nomerini biz bu yerda kategoriyada bir narsa bo'lmaganligi uchun view modelning ichida. Men bu yerga parametr shaklida yo'llaydigan qilay. Buni kategoriyaning id'si deb biz butun son tipli bir narsa qo'yaylik. Bu holatda yozilgandan keyin biz ma'ning o'rniga yozilgan parametrning o'zini yozib etsak, bu funksiya normal ijro bo'lgan bo'ldi. Endi buningda qaytgandan keyin hamda list view qimmat beradigan ishlarni biz oldingi requestni bir tarafga, usulda bir tarafga qilamiz. Shunga bu narsani men kesib elib olay. Kesib elib olgandan keyin biz o'xshash usulda bu yerga hamda post step yana bir o'zgargich yozalaylik. Buning tipimi yana mutable live data. Buning ichida array post qaytish kerak.
Bu şekilde qilib bo'lgandan keyin nima qaytgan post array'ni biz post isteyenge post value deb bir versek buludu. Bu şekilde bir ettik. Endi bunu bir etgandan keyin home fragmentning ichida mana view pager'ni biz ziyorat qila olamiz. Endi bu view pager'ninki shu bet almashgan vaqtning o'zida anadan keyin biz o betninki yozmalarni oladigan get request'ni get post degan funksiyani ijro qilsak bo'ldi. Shuning uchun biz bu yerda bu binding view pager'ga oldingi darslarimizda register on page change callback deb bet almashni bir taraf qilish uchun biz bu on page change callback degan bu narsani qisqartsak bo'ldi. Buni qurib olgandan keyin buning ichida biz mana override deb funksiyani qarasak on scroll state change deydi. Mana serilish oldining o'zgarishi mana serilgan chaqda mana bet tanlanganda degandek funksiyalar bor. Biz bet tanlanganda degan funksiyani ishlataylik. Oldingi darsimizdagiga o'xshash. Endi buni tanlab bo'lgandan keyin buning ichida endi biz bet numeriga asosan shu activity'ning ichidagi biz qurib olgan view modelimiz var. Tor view model degan. Tor view modelninki get post deganni ijro qilsak bo'ldi. Endi get post deganni ijro qilish uchun bizga kategoriyaning nomeri lozim bo'ldi. Kategoriyaning nomerini biz bu yoqqa qarasanglar kategoriyaning qimmati o'zgarishi yuz bergan chog'da biz mana observer orqali bu yerda mana kategoriyalarniki tizimdagi ama it degan narsaga qaytgan. Endi bu narsani biz ola olishimiz uchun mana üst tarafda biz private var kategoriyalar buni qisqartirib category deb qo'yayman. Kategoriyalar buning tipi array category. Bu şekilde bunu dastlab qiymatini 0 deb bu holatda o'zgarishni biz imzolab qo'yay. Imzolab qo'ygandan keyin bu kategoriyalarning tizimiga kelganda men ustida imzolagan bu o'zgargichimga bu qiymatni berib o'tay. Qiymatni berib o'tgandan keyin endi men bu yerda bu qiymatni ishlatalayman. Qanday ishlataman? Cat step get position anadan keyin buni id'sini olsam bo'ldi. Agar id'si 0 bo'lib qolsa 0 deganni qaytarsam bo'ldi. Bu şekilde endi men mana her qatim bet almashgan vaqtda postning tizimlikini oldigan bu buyruqni yo'llagan bo'ldim. Buni yo'llagandan keyin endi mana category fragmentning ichida category fragmentning ichida mana get request'ni yozgan yerimga bu yerda biz yana activity'ning ichida biz qurib olgan tor view model deganninki post degan. Endi mana qiymatni kuzatamiz. Yani observer degan kuzatishdan gap. Buni kuzatsak shuning qachoniki buningga bir qiymat kelsa o'xshashli bu joy activity bo'ldi. Buning qiymat kelgan vaqtning o'zida biz ondan shu qiymatliga asosan mana bu list view'ninki besilgan chog'dagi avvalni bir taraf qildigan andan keyin list view adapter o'rnatidigan ishni qilsak bo'ldi. Endi bu yerda qaytgan narsa qarasanglar array post, ya'ni mana bu yozmalarninki qatori keldi. Shuning uchun biz mana narsani ertaga o'zgartirib qo'ysak, endi bu holatda biz view modeldan foydalanib bu list view'ninki yoki yozmaning tizimlikini oldigan ishni o'zgartirib qo'ygan bo'ldik. Endi appni qayta sinab boqaylik.
aylandırdık. Endi mana xatolik uçurup geldi. Endi xatolik ko'rilgan yerga qarasak, bu binding degan narsaga binding quruq bo'lib qoldi deydi. Biz bu yerda mana astıqlıq silgan bindingga qimmat bergan to'q. Qimmat berib, bu endi kategoriya fragment tunji qatim qurilgan vaqtning o'zida binding deganga bu astıqlıq silgan bindingni mana şekilde ettirdi. Bu nol bo'lib qolibdi. Endi bu nol bo'lib qolgan xatolikning ko'rilmasligi uchun biz ma'ning ichidagi bindingni bu yerda qurilgan bindingni o'zgartaylik. Astıqlıq silgan bindingga. O binding'inki nol bo'lish ihtimoli var. Şuna so'roq belgisi qo'ydik. Bu şekilde almashtirib bo'lgandan keyin endi appni qayta qilaylik. Endi yana ekranni aylantirib qo'yaylik. Ekranni aylantirsak, hozir bu yerda chekini ketmadi. Tema kirdik, qaytdik. Boshqa temalarga bordik. Demak, bu endi ekran payqatsak, appdan chekinadigan ahvol o'ngshaldi. Eslatib qo'yadigan bir nuqta. Oldingi qatimliq darslarda biz bu view pager'ga adapter o'rnatgan vaqtimizda buning ikkinchi parametrini activity support fragment manager deb bu şekilde olgandik. Bu şekilde olsanglar ba'zida crash bo'lgan ahvol chiqadi ekan. Shunga xatolik chiqib qolsa, buning o'zini shu child fragment manager o'zgartiribetsanglar, xatolik chiqmaydi. Shunga mush nuqtada diqqat qilsanglar bo'ldi. Shuning bilan bu darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Allohga emanet.